RVP'si, VNJ'si borlarni hammasini chiqarayotgan qonunlari oldin RVP'ga boshqacha, VNJ'ga boshqacha, turdoq migrantga boshqacha bo'lardi, ya'ni patent yuradigan. Hozir aksar chiqayotgan qonun, qaror, boshqa balay battorlar hammasiga bir xil bo'lyapti. Masalan, turdoq dogovor ofitsialniy dogovor bilan ishladiyaptimi? Minimal okladma ishladiyaptimi? RVP, VNJ'si patentdagilarga ham bitta o'sha. Turdoq migrantga, patent yuradigan odamga farzandingning qilgan jinoyatiga yoki noqonuniy ishiga ota-ona javobgar deyaptimi, deport bo'lasan deyaptimi, RVP, VNJga ham bor. U ham farqi yo'q. Ketadi. Turdoq migrantga prozrachniy oyliging bo'lsin deyaptimi? Oyliging prozrachniy bo'lsin-da, qilgan olayotgan dohoding bilan, oyliging bilan qilayotgan rasxodingni sen налоговыйga ko'rsat desa, Amerikaga yurganlar biladi. Ular yilga bir marta nima topshiradi-ku? Soliq nimasini to'ldiradi. Xuddi shunday qilib shuni qil deyapti. Ochiq oydin. RVP, VNJ'si borlarga ham xuddi shu. Shuning uchun endi sekin farqi qolmaydi. Farqi nimada bo'ladiki, faqat siz registratsiyada to'lagangacha cho'zmaysiz. RVPda 3 yil beradi, VNJda bessrochniy. Faqat qolgan qonun qoidalari bir xil. Patent yuradiganlar ayoliga, farzandiga registratsiya qilib bera oladi. Ayoliga yoki ayoli eriga registratsiyaga asnova bo'lmaydi. RVP, VNJda asnova bo'ladi. RVPda shunda ham asnovasini ko'p joylar qilmaydi. Qonuniy haqqi bo'lsa ham qilmaydi. VNJda ayolingizga yoki farzandingizga bemalol registratsiya qo'yib bera olasiz. OMS hozir DMSni sekin yo'qotmoqchi bo'lyapti. Hammaga OMS qilish niyati bor, lekin unda ham boyagi vznoslarni to'lagan bo'lsa. Vznoslar nima deydigan savol shu yerda sizlar tug'ilishi mumkin. Vznoslar mana shu meditsinaga siz o'tganingizdagi turda emas. Siz ofitsial ishga kirganingizdan keyin ish beruvchi davlatga ishchisi uchun to'laydigan xarajatlar bor. Nalogga to'laydi, pensionni fondga to'laydi, sog'liqni saqlashga to'laydi va hokazolarning hammasini yig'sa 24, 13 yo'q bu yog'i 40 nech foizdan oyligingizdan uyog'ini ular ustama to'laydi. Siz oylingizdan tashqari. Shuning uchun juda ko'p ishxonalar ofitsialniy ishga olmaydi. Sababi 30 ming sizga oylik ofitsialniy tushirsa, davlatga bittasi hamma foizlarni hisoblagan taqdirda 48% atrofida, xo'sh, summarni aytadigan bo'lsak, 13 ming rubl atrofida siz uchun, sizni kisitazdan emas, siz uchun davlatga to'lash kerak bo'ladi. Shunda sizning oyligingiz avtomatik uning yonidan 43 ming chiqadi. Endi siz bilasiz, 100 mingga kelishgansiz, ofitsialniy 30 ming beryapti. Men demoqchiman, nalog u ko'proq to'laydi. Ish beruvchi. O'shaning orasida vznosi bor. O'sha vznoslarni ham ko'taryapti. Ko'pchilik tushunmagani uchun bu narsalarni hali ochiqlaganimiz yo'q va ko'pchilik ochiqlanmayapti ham. Chunki o'psha aytib qo'ya qolyapmiz, ofitsialniy qilganda maydalashsa, uni ham tahlil qiladigan bo'lsangiz, masalan 24% vznoslari bor, 24%ni oyligingizdan tashqari u to'laydigan, ish beruvchi to'laydigan. Agar siz ish beruvchi bo'lsangiz, mana shu joyini ham aytib o'tay. Aytish kerak ekan baribir. Siz ish beruvchi bo'lsangiz, siz IPO ochdingiz. Ayolingizni ishga olyapsiz. Oddiy misol. Yoki KFH ochdingiz. Ayolingizni ishga olyapsiz. Eng kam ish haqiga uladingiz 30 ming. Siz 30 ming oylikni ayolingizga ajratdingiz, sizning shotingizdan har oy 30 ming uga tushadi. Misol. Siz o'sha 30 mingning ustiga yana sizning shotingizdan
pensionni fondga, yana nima sog'liqni saqlashga, yana nomi nima edi? Yana bitta narsa bor. Shunaqa ikkita, uchta to'lovlari bor. Har oy ketadi 13 mingdan 14 ming atrofida uga to'laysiz. Shunda yiliga 170 ming, 180 ming agar ayolingizni afomit qilsangiz, o'zingizni firmangizga lishniy pul to'laganda ko'rinadi. Qonuniy to'g'ri to'lagansiz. Endi pul jigardan bo'lgan, yoningizdan chiqqandan keyin xuddi lishniy pul to'laganday bo'lasiz. O'zi patentga wow deyapmiz. Nyuans joyi. Siz ofitsial ishchi qilib afomit qilgan odamlaringizni patentini, pulini налогиga borib, отдел kadringiz yoki buxgalteringiz yoki o'zingiz borib, заявление yozib 10 oydan keyin, 11 oydan keyin qaytarib olishingiz mumkin. 70% mi pulini. Masalan 10 mingdan to'layapsiz, 10 ming barini qaytarib olmaysiz. 7 mingmi qanchadan ham har oyligini qaytarib olasiz. Uni ko'pchilik qilmaydi. Uni qilsa ham bo'ladi. Tak bormoqchiman.